1903-yil 17-dekabr. Insoniyat tarixida yangi davr boshlandi. Ikki aka-uka Orliv va Wilbur Wright oddiy velosiped ustalari edi, lekin ular orzusi oddiy emas edi. Ular osmonga uchishni xohlardi. Ko'pchilik ularni jiddiy qabul qilmadi, ba'zilar hatto kuldi ham. Ammo ular to'xtamadi va nihoyat Shimoliy Karolinadagi qumli maydonda ular yaratgan Wright Flyer yer yuzasidan ko'tarildi. Parvoz atigi 12 soniya davom etgan, masofa esa 36 metr edi. Atigi 12 soniya, lekin aynan shu 12 soniya insoniyat tarixini o'zgartirdi. Bugungi zamonaviy samolyotlar minglab kilometr masofa, millionlab parvozlar, hammasi o'sha kichik yog'och samolyotdan boshlandi. Orzuga ishon, inson tarix yaratadi. Orzuga ishon, inson tarix yaratadi. Yana bir marta aytaman. Videolarim sizga yoqsa, kanalga obuna bo'lib, Tarix Mediaga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.